Balkim bu yerda bordir, to'm orqasida. Yo'q, bu yerda ham yo'q. Balkim qishloqni sentrda o'rtasida bordir. Ko'rinmayapti bu yerda ham yoki rayonlarning ichiga kirib olgandir. Domlarning ichiga kirib olgandir bu yerda. Yo'q, yoki bu yerda. Bu yerda ham yo'q. Tushunmadimmi? Hammaga salom do'stlar. Meni otim Kompot. Yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun menga ertalabdan admindan xabar keldi. Aytayaptiki, bugun Griferga o'xshgan bizning qishloqqa. Grifer. Lekin men uni ko'rmayapman. Men uni qidiryapman, mech olganman qo'limga. Balkim tepada bordir, tepadan yaxshi ko'rinadi. Bu yerda yo'q, o'rmonlarda bordir, ko'rinmayapti. Nima deyotgandim, qo'limga mech oldim. Agar ko'rib qolsam, urib tashlayman deb, lekin ko'rinmayapti. Balkim yolg'on xabardir bu, bilmadim men. Hajuma qidirib yuribman ertalabdan beri Grifer chiqmasdan tezroq o'ldirib olishga. Bo'pti, bo'lmasam hech kim yo'q, nima qilaman? Yolg'on xabar kelgandir balkim. Bo'pti, men uyimda dam olaveraman, bo'lmasam kelmadi-yu, mayli. Ketdim. Hozir mana shu qishloqni buzib tashlayman. Hozir portlatib tashlayman. Eng zo'r texnologiyamdan. Mana uchadigan dron. Voy. Buni hamma narsasi bor. Hozir to'g'rilab olaman, keyin uchiraman. Hop, lazerni tayyor qildim. Keyin dinamitni ham tayyor qildim. Keyin любой narsani buzib tashlash mumkin. Endi kamerani yoqaman, signalni yoqaman, bo'ldi. Men o'zimni ko'raman, demak, bo'ldi. Qishloqga ketsa, uchsa bo'ladi bu. Davay, ketdi bo'lmasam. Sekiro, daraxtlarga ilim qolmagan enasan. Davay, uch ketdi. Mana kamerani yoqishim kerak, keyin hamma narsani lazer bilan buzib tashlayman. Daraxtlarga ehtiyot bo'lsin. Xo'p, ana qishloqni ko'ryapman уже. Hamma domlarni qishloq qilib turibdi yerda. Hozir. Bu yerdan juda ham yaxshi ko'rinayotgan ekan narsalar. Kompot qani. Yaxshanki men o'rmonga bekim oldim, O'rmondan meni hech kim topa olmaydi, chunki men dronni boshqaryapman. Bilasanmi, qishloqqa bugun nima bo'ldi menga? Bugun ertalab, anu nima bu? Nima deyapsan, jigaring qishloqqa? Nimadir uchishdi, bilmayman, nimadir qushmas, lekin u ari bo'lsa kerakdir. Yo'q, lekin ari emas, boshqa narsa. Hop, Kompot. Ana Kompot yo'q. Qani Kompot, ana yuribdi. Hozir lazer bilan otib tashlayman. Ketidan ketdi bo'lmasam. Do'stlar, bo'pti. Grifer topolmadik, o'zim ishlarimni ko'raman demak, lekin mech olib yuribman hadiyam. Agar chiqib qolsa nima bu? Qushmi bu? To'xtanglar. Nima uchyapti? Arimi? Yo'q. Qush emas bu. Tushunmadim. Nima bu? Ana Kompot yuribdi ketimdan qulab. Nima deb bo'layotganing-ku, hozir osib tashlayman. Uni lazerlar bilan hozir kuni keladi uni ham. To'xtanglar. Qochdim nima bilan? Nima bu? Lazer bilan otyapti menga. Tezroq uyga kirib olay. Eshikni qulab olaman. Nima bu? Ne lazer bilan otyapti? Qanaqa lazer bilan otyapti menga bu? Tushunmayapman. Ana tegida dinamitmi? To'xtanglar, lazer bilan otyapti, dinamit. Demak, Kompot uyimga kirib oldim, xavfsizman deyaptimi? Hozir dinamit qo'yamiz tomiga, portlab ketadi. Xo'p, qani bo'ldi, jimjit bo'lib qoldi, dizlamayapti negadir. Nima bu? Nima? Voy, tamommi nima qildi bu? Voy, nima dinamit bilan yorib bu osib tashlayman, otaman. Nima bo'lmadi-ku? To'xtanglar, men tushundim buni. Bu demak dronga kimdir dinamit bilan lazer o'rnatib qo'ygan. Men tushundim. Yomon segment tegyapti, nima? Voy, qishloqlar ham tegyaptimi u? Qishloqlarni ham uyni buzyaptimi? Bo'lmasa men pushkalar olaman, bo'ldi, otib tashlayman shu dronni. Yomon olsam buzyapti, lekin ana, voy tushmadi. Ana Kompot, nima? Qo'lda nima bu? Pushkami? Pushka ota olmaydi menga, kichkina, men nizometniyman, menga ota olmaydi pushka.
Hozir lazer bilan o'zini osib tashlayman-ku men. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Davay kompot, ne bekinasan? Ke bu yoqqa. Ana otib tashlayman. Tushmayapti negadir hech qaysi. Pushkam patroni ham tugadi. Mayli otib tashlayman. Olmay olaman, o'ldirib qo'ymasin. Bekor pushkam patron tugab qoldi. Qishloqqa hammani yig'dingmi? Kompotma botdi. Bilmayman, kimdir mana shu dron narsa qarang. Mana buni dronga o'xshatdi, lekin yomon. Kimdir dinamit bilan lazer ulab qo'ygan, keyin shuni boshqaryapti. Ketdi tezroq bo'lmasa mana shu yoqqa boraveramiz, bo'ldi. Chunki uyimiz portlab ketishi mumkin. O'shaning uchun bu kimdir mana shu dronni boshqaryapti. Kimdir mana shu dron bilan lazerlar, dinamitlar otyapti. Kimligini topish kerak endi. Hozir tushiraman men buni. Mana ol. Nimaga unaqa? Nimaga tushmayapti bilmadim. Teyapti-yu hammasi. Bu yoqqa uchib ketyapti. Bu yoqqa hozir seni otib tushiraman. Qayerga ketyapsan? Mana shu dron qansan, hozir ochib tushiraman seni. Qishloqlar, men tushundim nimaligini. Bu uchadigan dron, kimdir shuni boshqaryapti. Kompot, men juda ham qo'rqyapman. Mana shu dronni kim boshqarayotganini ko'rish kerak va hozir bu dronni tushirishimiz kerak. Kompot, nima qilamiz bo'lmasa, bunga elektrichniy pushka kerak. Elektrichniy pushka deysanmi? Bu dronni tushirish uchun elektrichniy pushka kerak bo'ladi. Sizlarda bormi? Kimda bor elektrichniy pushka? Hech kimda yo'q bo'lsa kerak. Hozir elektrichniy pushka ham. Menda bor kompot, uyimda elektrichniy pushka. Nimaga rostdanmi? Nimaga yetmaysan? Hozir men kelaman. Bo'pti, xos. Oq qishloqqa unga borib kelay. Elektrik pushka olaman, keyin buni tushiraman hozir. Qani oq qishloqqa. Kelyapti уже. Davay. Tezroq pushka olishim kerak. Ana elektrichniy pushka. Bo'ldi, hozir otib tushiraman bu yoqqa. Qayerga ketyapti endi dron? Qayerga qochyapti? Davay, ipam. Hozir buni urib tushiraman men. Davay. Bo'ldi, signal yo'qotyapti, svязь signali yo'qotdi, bo'ldi, tushdi pastga. Yaxshi bo'ldi, oxirgacha endi biz tashlaymiz hamma yoqni. Bo'ldi, signal yo'qotdi. Voy, oq qishloqqa, yaxshamki elektrichniy pushka bor ekan. Bu dinamitmi tegdi? Kompot, yaxshi qilding hammasini. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Endi buni kim boshqarayotganini ko'rish kerak. Keyin uni urib biz tashlaymiz. Bu yerda fleshka bo'lish kerak. Qanaqadir o'sha yerda fleshkadan ko'rinadi kim qayerdan o'chirganini. To'g'ri aytasan, kompot. Men ham xuddi shuni aytmoqchi. Fleshka topgan, o'shanda kompyuterga chiqamiz, ko'ramiz kim boshqarayotganini, qayerdan birinchi bo'lib uchganini shu drondan. Qattiqqina fleshka. Ana topdik. Ketdi, davay. Ketdi, ko'ramiz hozir kim boshqarayotganini, qayerdan o'chirganini ko'rsa bo'ladi. O'shaning uchun ketdi. Nima? Signali? Signal yo'q deyapti. Nimaga signal yo'q deyapti? Nima bo'ldi dronimga mana? Nima bo'ldi? Voy, yaxshi bo'tdi hammasi. Kompotni otdim men. Keyin kompot qo'lida pushka bor edi. Nima bo'tdi dronimga? Grifer. Qalaysan? Bu yoqqa nima bo'tdi? Sanikimi bu dron? Mana shu dron sanikimi? Yo'q, meniki emas bu dron. Kim oldi olsan? Rangini qaragin, qizil, dinamit. Sen o'chirding-ku buni. Biz hammasini bilib bo'lganmiz. Fleshka orqali hammasini bilib oldik. Bu yoqqa kelgansan. Men emas bu, men o'chirmadim buni. Hammasini bilib oldik biz. Yo'q, men emas. Iltimos kechiring meni. Bu yoqqa hozir ochib tashlayman seni. Bugun vashshi, lekin grifer qilishga ham ulgurdi. Bu yoqqa qishlog'imizni buzishga qochib ketdi. Mayli, endi biz qishloqni tuzatishimiz kerak. Azgincha grifer qilishga ulguribdi. Mayli, tuzatib olamiz, lekin dron uchirgani lekin. Mayli, bo'lmasam like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Mana buni qaranglar,
Rostdan hamma tomlarni hammasini buzib tashlabdi уже почти. Shuning uchun endi bularni hozir qishloqlar bilan tuzatamiz. O'rmonda yeyishim topolmaydi bo'ldi o'sha. Bo'pti, mana shu xaylasi ham bo'ladi. Do'stlar, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasdan oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr do'stlar. Bugun bizani qishloqga Griffer dron uchirdi.